men aldın qatım dillər bəy çıxan vaxtda ama Uyghur çöplərinin hükümətin oxbaqdınlarmı deb sual sorab, sizdən gene də çıxıb getgan üçün onlarla oxbaqdım. Şuna. Hem bir yerde ben bir 7 türlükte bir sual teyarladım. Ben onu 5 minut uçuşturuşman. Eğer diğer bey kalırsa. Ya bu 7 sual bekçek dese sormayayım. 7 sual olsa ağzaki diyetim. 7 sual diyelim. Alakat cevap verdiğin suallar emas. Fakat ben okudum alakat çöpünün neticesini. Şunun alakada payda bolğan 7 sual. Nima manda olsun. Bana karşı benim gipimge karşı noktalarını alaylı, okşaş noktalarını okşaş tekrarlap kalsak hele. Tamam. Karşı noktalarını aldım ben. Yüzünüz eğer halımızsanız uzayıp getirse tohtan neyse çıkıyordum ben. Tamam? Tamam bak kıskarak okuştursun. Ben hazırım şu sözlerimde kalsam Uyghur sotunun eçilişinin məqsidi oxup bolğandan keyin bu Xitaylarning Uyg'urlarga qaratgan genosidni, ya'ni irqiy qirg'inchilikni qonuniy jihatdan isbotlash emas, balki Xitoyning qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini darajasini kichikirtib ishlab tushundim o'qib bo'lgandan keyin. Ondan sabablarim hozir deyman. Birinchi sabab vatanning nomini Ekşi yoki Şinjan deb og'inni dedi oldin qatim, ammo nima uchun og'inligini qog'oz debdiki, bu bir politikal isim emas ekan, ama coğrafiyalik isim ekan. Bunda olsa hech kim xafa bo'lmaydi ekan. Biz bilamiz bunda olsa hamda Sharq Turkiston deyilganlarning amalan xafa bo'lamiz, ammo Xitoylar qat'iy xafa bo'lmaydi. Endi bu yerda bular xafa bo'lmaydi deganda kimni maqsad qildi, uni bilmadim. Va uni bu politikal isim emas, bu pek natural isim debdi. Balkim bu do'qqin natural keldiga o'xshaydi. Ondan ikkinchisi insoniyat qachonaydi deganda inson qachonaydi tushunganimda bir davlat apparatining ma'lum bir to'plamga qatilgan sistemalik hujumi debdi. Va buni qilgan vaqtda Xitoylarninki o'zining odamlarga qilib kelgan. Masalan, o'zining odamlar deganda men tushunganlarim masalan Falun Gongchilar va yoki boshqalar bor. Hamda men Uyg'urlar qaratqandimi? Xitoyning o'zining adamiyati shu ular qilib ketgan shu bo'lib chekvasmaydi bu degan bir narsani purtib o'tibdi. Va buningki yuqori taraf bilimga etsa, yuqori buyruqni bilgan bilan tafsilotni bilmaydi deb bir yasab o'tibdi. Endi uchinchisi Magwashla obdanana ketdi. Sizlarninki ashada sot jarayonida endi yig'lab turib, etishlar qayda ekanligini anlatganlar, bagan sochlar bagan ta'sir nima ekan desa, sochlar esalar fikirlar bular burundan tatbiq tag'i o'ch bo'lg'achqa Ayşe hikayelerine aşinaqlı davati do debdi. Yana bir sotda agar sotchi sizningki mush vaqalik yuz berishdan birisiga qarata agar o'chmalikningiz bor deb qarasa, sizning isbotingiz chak basmaydi unga, jinoyatga. Yana sizlar operativ yig'iltibgan, sizlar yig'latganlar urug' tuqqanlaringlarningki va o'zingizga o'sha ziyon kelishini emas, balki Xitoy bo'lgan o'chmaliklar sababini anda yig'lab ketibdi. Sotchiga bergan ta'siratini. Endi buni birisi demasa, mencha Şukum biraz ügetke o'xshaydi so'zlarga bilan Xitoy burun tat o'chib shunda jillatdi deb. Andin qamalga Uyg'urlarni bayon qilgan vaqtda debdiki, sotlamaylan qonvet deganda bu yerga meni qiziqar yerim Angliya qator o'zdan misol qilibdi, ular terroristlar bo'lgunchilarni so'roq qilmaylan qonvetgan deb. Ya'ni men tushunmadim. Men nima ish qilib bu yerga bizning odamlarni o terroristlar bilan bizga qo'yib bu misolni bu yerga berganligini. Andın biznikini genocide deganda mas kelgan, ya'ni to'pliq o'ldirish yo'q. Andın qo'yib etish bor debdi va buni bizniki men obdanlar, ya'ni urug' tuqqanlar sizlar 3 oydan 5 oyga chiqadi ekan kampdan. Agar chiqmasa berib isbot bergan mal sotan debdi. 3 oydan 5 oyga chiqadi. Shunga bu Holocaustning darajasiga qat'iy bormaydi. U faqat emotional, ya'ni hissiyatni tuyg'unlik deb qo'ygan gap debdi. Sababi, ya'ni Uyg'urlarni hech qanday qator kilometr tizib etmagan ekan. Andın ikincisi 3 aydan 5 aygacha qo'yib turibdi. Ya'ni bizniki chiqar odamlar palyaçologlar tekshirib mesela 5 million odamlarni qo'yib etsa Xitoy bir aydan o'ldirgan qilib, bu Holocaust yoki genosidening sharti to'shmaydi ekan. Ana ichida o'lib ketgan bo'lsa to'shadi ekan. Ana men ham tushungan yerim bular shu yahudlarni qirib etgan vaqtda ularning hammasini qirib etganligi ishi chir bo'lgan ekan oshkorlangan, men bilishimcha. Endi balki biz Uyg'urlar hamda Avlar bir tirib qutuldi axir vaqtda isbotlanib keldi. Ya'ni bizlar agar ashadan 3-4 edim qo'yib bergan degan qo'yib berdi deganga mush isbot qilib yozib qo'yganki 20 yil 30 yildan keyin mana o'qidim va Xitoylar qo'yib berib turgan Holocaust emas kelgan deydi.
Andan 5-incisi indigenous people. Bu mesele kelgende ma'no o'tag'anlar bizlarning Uyg'urlar indigenous people bor ekan. Andi indigenous community bor ekan. Bu yerdagi community deganlarni men qabila deb tushundim. Agar biroz qo'pab voy community degan qabila emas, qabila tribal deydi desa umumiyla. Andan bizda indigenous family'lar bor ekan, bizning vatanda va bundagi chiqayotgan turlari. Gerçi o'ziniki veb-saytini ilib etgan bo'lsa-mu, onu hücretini kılarsanız ikinci bir halkaralık namlı şekillengen bir hücret var ki yani bir hücretini jüyüttürüp onu ikincisini saklayıp bula. Yani bu şuna kılıp ısıl dağılmış mağdı kemiz incinisi yolda. Andın ma Uygurlarını Şarkı Türkçülük ne mi? Cenub'dan batı bu Şimal Xitaycık, Cenub Uygurcayık deyip. Ma gepke oradan dikkat kılmasak olmaydı. Yani bu Xitay'ın bizden vatanı Cenub Şimal'da iki bölgelikinin neticesi çıkmadı. Yani bunu ahir nega pırtı vay Şimal'da Xitaycık, Cenub Uygurcayık desek Ertegen bu çık bulab mene verip Şimal Uygur yok diye bizning vatandan Şimal kısmıya Xitaydan sıçöndüm pəxsiz bir şey bo'lib qoldi. Şu an meya kelganda bundan keyin Janub Şimalda armay pek deginiz kelib kelsa Sharq Turkistondan Shimoliy, Sharq Turkistondan Janubiy deyishni tavsiya qildim. To'g'ri ko'rdim o'zimcha. Andin yana bu yerda deydigan gapim men bir gap tushib qoldi, ammo qarshıga yaqinroq bir gap. Endi 7-si kelsak en mühimi Amerika ve başka ülkeler genosidni itiraf qildi, ammo sud bulardan so'rabdi isbotini bergin desa, shuning bilan bu ular bermabdi. Nimish bu millionlab pul xarjlab to'plagan istixborotni bu Ahmad sudga beramiz deb. Ammo sudning qarori nima ekan desa, bular shu siyosiy maqsad bilan qilgan bo'lishi mumkin degan ilgari suribdi va bu Xitoyniki siyosiy o'yin deyarga moslashib beribdi. Andin 8-si genosidni faqat tug'ut cheklash bilan qaratish, ya'ni shu yani to'g'ri cheklaganda ay xotinning qarqashtiga o'jetmishdiki, ya'ni Sharq Turkistonning ma'lum bir yerlarda mushlik to'g'ri teklab qo'ydi edi. Demak, shug'ani bu qag'ayali chek basmaydi ekan bizniki. Mike Pompeo bilan degan gaplar chek basmaydi ekan. Ya'ni kelgusida Xitoy to'g'ri cheklashni to'xtatib desa, bizning vatandagi genosid shuni tugaydi ekan. Bir minut deydi. Diliyar efendining bir qistirma sakin. Bir minut. Demo, ya bence Xitoyli aqerinchimiz anglaydigan ovozimni. Bu qeyrinishimizning abi o'zi dedichi to'xtan degan to'xtaymadim. Ya'ni bu qeyrinishimizning degani hammasi to'g'ri. Bu endi u qonunni rahmat oldi bilan qeyrinishimga men qeyrinishimizdan nima o'qiydi, nima sohada shunday bilgim keldi. Ammo bu yerdagi masala shu. Hamma narsani shu Terbek men gapni faqat anglayamadim. O mush oxir bir talam qoldi, men tushib ketay, andan siz gapingizdan anlagan bo'laylik. Men gapni oxir tutib olay. Ma'qul. Ben ahir deganda bizning vatanda bir hind, ya'ni segregation va yak bo'lmasa Uyg'urlarning Xitoylarning bo'lish ahvoli mavjud emas debdi. Va bu yerda isbot yo'q bo'lmadi debdi. Ammo men tushunmadim. Masalan, Urumchilardan, Ko'rillarning Uyg'urlarni butunlay siqib chiqarib o'tishi, Janubiy Qashqar taraflarga, Xotan taraflarga kelgan ketib o'tishi. Va Uyg'urlarning qolmasligi bunga kirmamdi, masalan, segregation yoki apprehend degan narsaga. Va yoki bo'lmasa cho'qim Urumchi ikkiga bo'lib, bir taraf Uyg'ur, bir taraf Xitoy yasaydigan bo'lsa, biz insonga qarshi nashatga tushamiz. Va hattoki Janub qaytib o'tganlar, vatandan Janubga, Sharqdan Janubga yetib o'tganlarni ular konsulib o'tdi. Ya'ni bizning bölge vaqtda 5 million abir konsulab qo'ydi-da, ammo bu yerda debdi, bu yetarli isbot yo'q debdi. Ya'ni men deganim, anlatgan qarindoshlar, men tavsiyasi, men bunday mizah tushunaman. Ma janisa ma indigenous people'ning ishi tugmayapti va buni yaqin e'lon qilgan bir kitob chiqdi, Xinjiang Year Zero deb. Uningda birinchi betda indigenous people deb bizga naqlimizni berdi. Agar ma'ni tugatmasak, bundan keyin Uyg'urlar dastlab bir o'cha juturayotgan bilan isbotni to'planib 20-30 yildan keyin Uyg'ur degan indigenous people deb Qashqar qabilasi, G'ulji qabilasi bo'lib ketamiz. Rahmat. Efendim sizga bir tavsiya, mushu hozir o'tirib qo'ygan narsalaringizni bo'lsa bir yozma shaklda e'lon qilib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Benim qeyrinishimizni kesib deydigan gapimni da'vatdingiz. Mardaqchu, hamma narsani biz manda desak, bu qurultayga qarshi o'qishga da'vatidi deb o'ylab qoldi o'sha qadamda. Nurgul Saud xonimmi dedi-ku, shuni o'qinglar deb. Men dedim, yetarlik o'lmabdi. Hukmnomadachu yetarlik o'lmabdi, genosid qirg'inchilik bo'lganida yetarlik o'lmabdi. Eng oxirgi minut sekundda bir odamning doktor Zvangmi deyman ismisi. Kelgusi to'g'risidagi bir mo'lchari Uyg'urlar oz tug'ildi degan bilan bo'lib qoldi. Shunga hozirgi qeyrinishimizga men rahmat aytaman.
çokum yazmacı yazıp etdim ama bizden vaktimiz yok şu okup bulun yerimindeki de hem de açık çıkar. Yani yetişip bulamayız yani tiyemi bekçik. Şunun için kıyırdaşlar. Abiyem ben bir şeyi kösetkenimde haftalab so'tchisi degan 4 tal xatni o'qish xo'sh yoqmaydigan bir to'plam biz. 4 tal xat nima ekan deb bir tarjima qilib ko'rib baksa, shu xatning shu o'yinlariga ahmoq bo'lib yurmaydi, to'pladi. Shuning uchun o'qiganlar, bilimi borlar, bu narsalarni tushuna oladigan qarindoshlar bir millatni shu oydinlari, o'yqoq odamlari yetaklaydi. Onu yetişmen burumu dedim yetiş bulamayız biz hazır bizden zaten mavi ziyaliyken akademikken değil bizden 90% diplomluk cambak diye bizden millet şu. Mesela şu hükümde okup bu doğru sözleş o institutların işi. Ben kadar nimi deptu de bunu analizleş. Onu okumaydı. Bizim institut akademiklerimiz Erkin Asya Radyosu'nun belgen haberini şu menbede jürüydü. Sakta yani bizdeki diplomalıklar çok. Şunun için qarindoshlar, yoshlar shunda bir narsani anglab bilmanglar. Yazmışça, o'qinglar, ko'ringlar, yezinglar. Shu vaqtida Erkin Asiya radiosuning yana birisining yong'indan mal qochirayotganini, o'tning ichidan mal o'g'irlab qochirayotganini ko'rsizlar. Shuning uchun o'qish kerak, chuqur qo'limizga o'qishimiz kerak. Undan keyin men bu tashkiliy narsalarga tushib ketgan bilan yezishga bekchiq vaqtim yo'q. Yezishinglar kerak.